1 yildan beri pasportim yo'q edi. Adaylarga hammasiga rahmat deyman. Hamma yo'g'imda qilib berishyapti. Ko'limdek bo'ldi. Oltiariq tuman adliya bo'limi tomonidan joylarda olib borayotgan sayyor qabullar davomida fuqarolardan kelib tushayotgan ko'plab murojaatlar o'rganilib, tegishli tartibda hal qilib kelinmoqda. Xususan, Oltiariq tumani Beklar mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan mana shunday tadbirlar davomida ushbu mahallada yashovchi 1964-yilda tug'ilgan Toshpo'latov Hasanboy ismli shaxs tug'ilgandan beri faqatgina shu tug'ilganlik haqidagi guvohnoma bilan yashab kelayotganligi, shu paytgacha O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi fuqarolik pasportini olmaganligini ma'lum qilib, shu kunga qadar mazkur masalada ko'plab qiyinchiliklarga duch kelganligini bayon qilib, shu fuqarolik pasportini olishda amaliy yordam so'ragan. Mazkur fuqaroning murojaatiga asosan tegishli tartibda hujjatlar o'rganilib, Rishton tumanlararo fuqarolik sudiga ushbu fuqaroning yashaganlik faktini tasdiqlash to'g'risida da'vo arizasi yuborildi va mazkur ariza Rishton tumanlararo fuqarolik sudi tomonidan ijobiy qanoatlantirildi.